Qara, Sabina, 138.276 ni 46 ga bo'lishda o'rgataman. Bu uchun nima qilamiz? Birda ichida 46 bormi? Yo'q. Yo'q. 13 ichida 46 bormi? Bunday yopsak? Yo'q. Yo'q. 138 ichida 46 bormi? Bor. Bor. Shuni belgila olamiz. Belgilasak, buni ichida bitta bo'ladi. Mana bitta nuqta qo'ya olasan. Nechta raqam qoldi? 3 ta. 3 ta raqamga joy qo'yamiz. Demak, javobimiz tur xonali son bo'lar ekan. Tushundik? Yana qara. 138 ichida 46 nechtadan borligini bilmaysan-ku? Shuning uchun osonrog'i 13 ichiga 4 necha marta bor? 3 marta. 3 marta bor. 3 ta yozamiz. 3 kar 6. 18. Biri dilda, 3 kar 4 12. dildagi bilan 13. Ayirsak 0. Endi nechani tushiramiz? 2ni tushiramiz. 2ni tushirdik. 2-chida 46 bormi? Yo'q. Yo'q. Endi nechani tushiramiz? 7. 7ni tushiramiz. 27-chida 46 bormi? Yo'q. Qara, bir vaqtingizda ikkita raqam tushirsak, bitta 0 beramiz. Mana bu 0. Endi nechani tushiramiz? 6. Yana bitta son tushirdikmi? Yana bitta 0 qo'yamiz. Endi 276 ni ichida 46 nechtadanligini bilmaymiz, ha? 27 ga ajratib olamiz. 27 ichida 4 necha marta bor? 6 marta. 6 marta. 6 ga ko'paytiramiz. 6 kar 6. 36. 36. 3 dilda. 6 kar 4. 24. 24. 3 dildan qo'ysak 27. Ayirsak 0. tushundingmi? Mana shunaqa ajrata olishdi. Endi senga misol beraman.